Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videomizda sizlar bilan jamiyatdagi eng sharafli, eng mas'uliyatli va eng muqaddas kasb bo'lgan o'qituvchilik haqida gapirib chiqamiz. O'qituvchi bu faqat dars beruvchi emas, inson hayotiga nur sochuvchi, jamiyatga yo'l ko'rsatuvchi va har bir muvaffaqiyatning poydevorini yaratuvchi insondir. Bugun sizlar bilan turli soha vakillarining o'qituvchining jamiyatdagi o'rni haqidagi fikrlari bilan tanishib chiqamiz. Qani boshlaylik. Men uchun o'qituvchi mehr va sabr timsolidir. Hamshira bo'lish mas'uliyat, e'tibor va g'amxo'rlikni talab etadi. Bu hislatlarni aynan maktabdagi ustozlarim menga singdirgan. Assalomu alaykum. Men Sohibjon, tadbirkor sifatida o'qituvchilarimdan jasorat, mustaqil qaror qabul qilish va mas'uliyatni o'rganganman. Bugungi biznes muvaffaqiyatim bu o'qituvchilarim saboqidir. O'qituvchi bu har bir sohaning ortidagi kuchdir. O'qituvchi bola ruhiyatining birinchi tushunuvchisi. U har bir o'quvchining his-tuyg'ularini sezadi, uni qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun men psixolog sifatida ayta olamanki, o'qituvchi jamiyatning eng muhim tayanchi. Assalomu alaykum, men Dilshod. Muhandis sifatida o'qituvchilikning jamiyatdagi o'rnini beqiyos deb hisoblayman. O'qituvchi bizga tafakkur qilishni, har bir sohada tahlil qurilishlarni tugallashda tahlilni asosiy vazifa deb bilaman. Muhandislik har bir sohada, masalan, qurilish sohasida juda katta ahamiyat kasb etadi. Adolat va haqiqatni himoya qilish bu mening kasbim emas, bu mening hayot yo'lim. Bu qadriyatni men bolaligimda o'qituvchimdan o'rganganman. Chunki o'qituvchi jamiyatda adolat urug'ini ekadigan buyuk inson. Raqamli texnologiyalar hayotimizni o'zgartirayotgan davrda ham o'qituvchilarimizning o'rni beqiyos. Ular bizni yangicha fikrlashga, izlanishga va jamiyatda o'z o'rnimizni topishga o'rgatishadi. Men IT sohasini tanlashimga aynan o'qituvchim ilhom bergan. Menimcha o'qituvchi har qanday kasbning boshlanish nuqtasidir. Biz o'quvchilarga nafaqat bilim, balki hayotiy saboqlarni, milliy qadriyatlarni ham o'rgatamiz. O'qituvchi jamiyatning ma'naviy yuragi, kelajak avlodning yo'l ko'rsatuvchisidir. O'qituvchi ijodga yo'l ochadi. U bizga go'zallikni ko'rishni, fikrimizni bayon etishni o'rgatadi. Mening dizaynerlik yo'lim ham aynan o'qituvchim bergan ilhom natijasidir. Men Nishon va Parvina. Men hozirda yosh bo'lishimga qaramasdan tadbirkorman. Hozirgi kunga kelib, o'zimning shaxsiy o'quv qurollar bor magazinimni ochdim. Bu natijaga kelishimga ustozlarimning hissasi juda kattadir. Ular menga qanday qaror qabul qilishni o'rgatganlar. Biz shifokorlar inson tanasini davolaymiz, ammo o'qituvchilar insonning qalbini va ongini tarbiyalaydi. Agar o'qituvchi bo'lmaganda biz hech qanday tibbiy bilimlarni egallay olmas edik. Har bir shifokorning hayotida o'qituvchining o'rni juda muhimdir. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. avaylab tuzatar xatoni,
tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni busiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida, ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarini, ko'rsatib shogirdlik vafolarini. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni busiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni busiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni busiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida.